Ona. Dunyodagi odamlar orasidagi eng yaxshi zot ona. Nimaga desangiz, u shunchaki ona bo'lgani uchun emas, u xuddiki yerdagi farishta kabi. Hamma odamda xato topishingiz mumkin. Hamma odamning ichida qanaqadir kimgadir nisbatan, kimgadir nisbatan, ya'ni kirli topishingiz mumkin, lekin onadan u narsani topa olmaysiz. Lekin onalarda bunaqa narsa hech qachon chiqmaydi. Hamma tomonlardan qarab ko'rasiz, mehr, muhabbat tomonidan minus topa olmaysiz. Ona eng chiroyli bo'lgan paytda, chiroyi cho'qqiga chiqqan paytda sizni dunyoga keltiradi. Ya'ni mana dunyoga keltirdi deylik ona. Bo'ldi, shundan boshlab chiroyidan, yoshligidan, orzu havaslaridan kechadi. Shuncha qiyinchilikka qaramasdan siz katta bo'lib o'zingiz eplab ketadigan darajada bo'lib ketsangiz ham hattoki xuddi yosh boladek sizga mehr beradi. Bu ona. Eslang tunlari ustingiz o'ramasdan uxlagan paytlaringiz, ertalab turganingizda ustingiz o'ralib qo'ygan paytlar. Kim o'rab qo'yganingiz? Maktabga ketgan paytingizda orqangizga qarasangiz, uzoqdan ham onangiz ko'rib qo'lini ko'tarib turgan paytlarni eslang. Aka, uka, do'st, birodarlarga, ayolingizgami, kimga bo'lsa ham qattiqroq gapirib, u bilan tortishib urishib qolingda. Bo'ldi, to siz borib, bo'ldi, endi anaqa emas ekanda. Uzr, endi shunaqa gap gapirmaganingizcha o'ziga kamaydi, qovog'ini olib, sizga zarda qilib yuradi. Qoshini chimirib. Lekin ona bilan Alloh ko'rsatmasin, mabodo aytishib qolib yoki jahl qilib qo'ysangiz, jim ichiga yutadi-da, ya'ni hattoki duo ham qiladi Allohga. Bolam yoshlik qilib qo'yibdi-da, Alloh kechirdi. Va ertasiga tursangiz, shunday choylaringizni shunday tayyorlab qo'ygan bo'ladi. Ona bu qorong'ulikdagi chiroq. Ona bu kuchsizlikdagi kuch. Ona bu mahzunlikdagi baxt. Ona bu bemorlikdagi davo. Alloh taolo hammamiz onalarimizni rozi bo'lsin.